Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Demak, biz navbatdagi anatomiya darsimizni boshlaymiz. Va bu darsda biz 3-savol, ya'ni tush hamda qo'rg'alar tuzilishi haqida gaplashib o'tishga harakat qilamiz. Xo'p, endi birinchi demak tush suyagini gaplashamiz. Bizda demak ikkinchi mavzu tush suyagi va qo'rg'alar. Xo'p, birinchi tush suyagi haqida gaplashadigan bo'lsak, tush suyagi bizda tana suyaklariga kiradi va u yassi suyak. Tana suyaklari demak yassi suyaklar turkumiga kiradi. Xo'p, demak yassi suyak bo'ladi va uni demak u asosan qo'rg'alar uchun oldingi tomonda birikadigan joyi asosiy va ayrim muskullar ham birikadi. Bular haqida demak gaplashib o'tamiz. Xo'p, demak tuzilishiga keladigan bo'lsak, asosan 3 ta qismdan iborat, ya'ni 3 ta suyakdan iborat dastlab va keyinchalik aytaylik yosh o'tgan sari ular o'zaro demak oraliqdagi tog'ay chiqib ketish hisobiga sinxondroz bo'ladi. Keyinchalik sinastozga aylanib suyak bo'lib ketadi. Bitta yaxlit suyak bo'ladi. Ya'ni shu balog'at yoshidan keyin u o'zi deyarli suyaklanishni boshlaydi va bizda yaxlit bitta tush suyagi bo'lib ketadi. Va buni demak lotinchasi bizda nima edi? Sternum. Shuning uchun osternum deb yuritiladi. Ya'ni bitta suyak. Xo'p, endi buni tuzilishiga qaytadigan bo'lsak, tuzilishi demak qismlari bizda birinchi navbatda dastasi bu qismlari bor. Demak bu bizda demak dastasini o'zi. Bir tuzishdan o'rgandik. Dasta qismi. Bizda davom etadi. Bir bu tana qismi. Mana bu bizda demak tush suyagi bo'ladi. Bunda aytib o'tganimizdek 3 ta qismi. Ya'ni birinchi bu mana bu qism dastasi deyiladi. Manubrium sterni. Mana bu korpus sterni, ya'ni tanasi. Mana bu demak xanjarsimon yoki qilichsimon ham deyiladi ba'zi manbalarda. O'sig'i bor. Ya'ni processus bu xiphoideus deyiladi. Shuni yozib bering. Shu o'xshay ko'pchilik qiynaladi. Ya'ni xiphoideus demak xanjarsimon o'simtasi bo'ladi. Va bizda xo'p o'ymalari bor. Insizura bizda o'yma degani insizura. O'zingmi? Insizura bu demak bizda o'yma degani. Insizuralar demak bizda birinchi eng katta insizura bu dastani, ya'ni manubrium sternining yuqori qismida insizura jugularis. Shu J bizda Y o'qiladi lotin tilida. Jugularis. Ya'ni bo'yinturuq o'ymasi bo'ladi. Bo'yinturuq o'ymasi. Bu insizura jugularis. Va insizura jugularisning ikki yonida bizda mana o'yma, mana shu o'yma deyiladi, mana shu qism aytib o'tib ketdik. Shunaqa o'ymachalar bizda insizura deyiladi. Suyakda o'yma tuzilgan. Va demak insizura jugularisning ikki yonida yana bittadan o'yma bo'ladi va bu o'ymalar bizda omro suyagiga kelib birikadigan joy hisoblanadi. Ya'ni omro suyagining tuzilishini gaplashganda ko'rib chiqamiz. Omro suyagining ikkita uchi bor. Aynan tush suyagiga qaragan uchi mana shu o'ymaga kelib birikadi. Ya'ni insizura bu demak omro suyagi clavicula, shuning uchun insizura clavicularis. Clavicularis. Xo'p, endi demak yuqori qismida, dastasining yuqori qismini ko'rib o'tdik. Va endi bizda demak dastaning ikki yonida kattagina o'yma bo'ladi. Unaqa katta emas, endi boshqaga nisbatan kattaroq. Xo'p, ikkita o'yma. Bular nima? Bular ham insizura, faqat qo'rg'ani insizurasi bor. Birinchi qo'rg'ani demak insizura costalis prima. Insizura costalis prima, ya'ni birinchi qo'rg'aning o'ymasi. Va bizda shu tarzda mana o'ymalarning har biri bizda insizura costalis deyiladi. O'zgarmaydi, faqatgina qo'rg'ani sonida o'zgarishi mumkin. Xo'p, endi dastani mana bu qismini ko'ramiz. Aynan birinchi qo'rg'ani o'ymasini pastki qismida
to'liq bo'lmagan o'yma bor va buni to'liq qismi pastga, ya'ni korpusga davom etadi. Biz eslanglar, demak ko'krak umurtqalari haqida gaplashayotganimizda, 2-dan 10-gacha bo'lgan ko'krak umurtqalarida yarim-yarim o'ymalar bo'lardi tana qismida. Bunda ham xuddi shunga o'xshagan bo'ladi. Shunga o'xshash, demak, dasta qismida yarimta o'yma, tana qismida yarimta o'yma. Ikkosi bitta yaxlit o'yma bo'ladi. Ya'ni bu insizura costalis secunda, ya'ni ikkinchi qo'rg'aning o'ymasi bo'ladi. Va aynan shu ikkinchi qo'rg'a o'ymasini markazida, o'rtasida bizda dastlab tog'ay, keyinchalik tog'ayni o'rnida tog'ay yo'qolib o'zaro birlashib ketgan chiziq bo'ladi. Bu demak manubrim bilan, ya'ni to'shni dastasi bilan tanasini o'rtasidagi bo'g'im deylikmi, shunaqa nimasi bor. Va aynan buni biz aniqlash oson, chunki to'shni biz yon tomondan qaraganimizda aynan mana bu ko'rinishda bo'ladi. Shunga o'xshatib chizadigan bo'lsak, mana bu ko'rinishda bo'ladi va aynan bizda shu to'sh dastasi va tanasi birikkan joy bizda mana bunaqa burchak hosil qilib joylashadi o'zi. Va shuning uchun aynan shu qismni biz angulus sterni deb ataymiz. Angulus ya'ni burchak degani, inglizchada angel bo'ladi, ya'ni angulus sterni. Demak, to'sh suyagining burchagi deb ataladi. Xo'p, demak davom etamiz. Bizning insizura costalislar. Demak, 2 taniki bo'ldi. 3-niki demak yaxlit holda tanada bo'ladi. 4, 5, 6 hamda 7. 7-chi qovurg'ani o'ymasi ham bizda yarmi bizda nimada, tanada, ko'p qismi, yarim emas, ko'p qismi tanada, biroz qismi demak xanjarsima o'simtada bo'ladi. Buni ham yarim-yarim deb olib ketsak bo'ladi. Va demak tushunarli. Bizda mana oxirgi qism, aytdim, tana bilan xanjarsima o'simta orasida ham bilinar-bilinmas bo'g'im bo'ladi va bu bo'g'im ham keyinchalik o'zaro birikib ketgan bo'ladi, yo'qolib. Xo'p, keyin xanjarsima o'simtada aytarlik bunaqa o'yma bo'lmaydi, faqat o'sha 7-chi qovurg'ani yarim o'ymasi bo'lishi mumkin. Xo'p, shunga ko'ra demak xuddi umurtqalar kabi, ko'krak umurtqalari kabi bitta formula tuzib olsak bo'ladi. Demak, to'sh dastasida 1, 0,5. 1,05. Demak, 1,05. Korpusda esa 0,5, 0,5, 1, 1, 1. 3ta 1 va yana 0,5. Processus xifoideus esa yana 0,5. Va jami shunda bizda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta bo'ladi. Bunda bitta qolib ketibdi. 1. Shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, endi bizda to'sh suyagi haqidagi aytish kerak bo'lgan asosiy narsalar shu. Faqatgina bizda nima qolib ketdi? Xo'p, to'sh suyagini birikadigan muskullar. Muskullar haqida alohida mavzuda to'xtalamiz. Faqat bu yerda eslash uchun shunchaki aytib o'tib ketaman. Ya'ni to'shda umumiy yuzasi bo'ylab 2 yoniga bu yoqqa bizda pectoralis major muskuli bor. Ya'ni musculus pectoralis major, ya'ni katta ko'krak muskuli. Aynan shu kelib birikadi va bizda processus xifoideus bor. Processus xifoideus, ya'ni xanjarsima o'simtaga bizda 2 xil, 3 xil muskullar birikadi. Asosiy bizda diafragma muskulining oldi qismi mana shu xanjarsima o'simtani 2 yoniga birikadi. Bunday bo'lib birikib ketadi. Orqa tomonga diafragma katta, gumbazsimon shaklda bo'ladi. Aynan oldingi qismi shu xanjarsima o'simtani 2 yoniga kelib birikadi. Bu demak diafragma muskul. Va bizda qora muskullari bor. Qora muskullaridan obliquus, musculus transversus abdominis hamda musculus obliquus internus, ya'ni ichki qiyshiq muskul va qisman to'g'ri muskul ham mana shu xanjarsima o'simtani oldingi yon yuzalariga birikishi mumkin. Va buni o'sha muskullarga to'xtalganimizda ko'proq gaplashib o'tamiz. Demak,
to'sh haqida shular. To'sh suyagini mana 3D shaklini ham ko'rib olaylik. 3D shaklda mana ko'rib turibsiz. Bu to'sh suyagi. To'sh suyagi endi 3Dda unaqa birga-bir o'ta darajada ishlanmagan, kamchiliklari bor albatta, lekin ko'rishga arziydi. Demak, o'sha biz aytib o'tib ketgan 3 ta qism manibrum sterni, korpus sterni hamda prosessus ksifidus, ya'ni hanjarsima o'simtasi bor. Va bizda aynan to'shda dastasini ko'radigan bo'lsak, mana yuqori qismida mana insizura jugularis, uni ikki yonida insizura clavicularis, yon tomonda insizura castalis 1 va bu yerda mana yarimta, demak insizura castalis 2 ning yarmi bor. Yarmi esa bu tana qismiga o'tib ketgan va shuning uchun bizda ikkitasi qo'shilib bitta butun bo'ladi. Va mana bu qism bizda o'sha dasta bilan tanani birikkan joyi va bu angulosternum deyiladi. Yon tomondan ko'rganda biroz mana qiyshiqlik bor, burchoq hosil bo'ladi. Va bizda mana dasta qismidagi butun chuqurchalar hamda mana bizda oxirgi 7-qovurg'ani o'ymasini ham bunda tanaga kirgizib yuborgan. Lekin ayrim manbalarda bo'lib qo'yish bu zarar qilmaydi. Ayrim manbalarda o'sha bitta tanani o'zida bergan va ayrim manbalarda o'sha hanjarsima o'simtagi ham qisman o'tadi deb berilgan. Bu demak ikkalasini ham, ikkala ma'lumotni ham qo'shib aytib ketsa bo'laveradi. Chunki har xil manbalar har xil gapiradi. Xo'p, bizda hanjarsima o'simta, buni tuzilishi, hanjarsima o'simtani tuzilishi hammada har xil bo'ladi va shakli ham hammada har xil bo'ladi. Katta-kichikligi. Mana demak hanjarsima o'simtaga birikadigan diafragma muskuli. Diafragma muskuli mana gumbazsimon shaklda bo'ladi. Buni tuzilish haqida muskullarda gaplashamiz, lekin hanjarsima o'simtaga qanday birikishini mana ko'rasizlar bo'ldi. Hanjarsima o'simtaga demak orqa tomonni mana ikkala yon tomonidan o'zaro birikadi. Oldi tomon, diafragmaning oldi tomoni hanjarsima o'simtaga ikki yondan orqadan birikib turadi. Va mana bizda demak qorin muskullaridan mana bittasi bu mana shu turgan, bu demak obliquus internus, ya'ni ichki qiyshiq muskul, qorinning ichki qiyshiq muskuli. Aynan buni birikishi ham. Xo'p, keyingi muskul bizda mana nimani? Qorinni to'g'ri muskuli. Qorin to'g'ri muskuli shu bizda press deydigan shu muskul. Bu ham aynan mana prosessus ksifidusga yon tomondan, yon qirg'oqdan yopishyapti. Xo'p. Va bizda keyingi muskul bu qorinni ko'ndalang muskuli. Musculus transversus abdominis. Musculus transversus abdominis mana hanjarsima o'simtaga yon tomondan, pastki tomondan yopishyapti. Va bu bizda demak hanjarsima o'simtani klinik ahamiyati desak bo'ladi. Xo'p, bizda to'sh haqida ma'lumotlar shu. Asosiy ma'lumotlar shu. Endi biz